Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz abituriyentlar va hurmatli ota-onalar. Bugungi brifingimiz orqali Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetining 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonlari haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bugungi kunda universitetimizda 10 ta fakultet, 43 ta kafedra, 114 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi hamda 54 ta magistratura mutaxassisligi faoliyat yuritmoqda. Ayni paytda universitetimizda jami 24.716 nafar talaba tahsil olmoqda. 2026-2027 o'quv yili uchun universitetga jami 5.931 nafar bakalavr va magistrlarni qabul qilish rejalashtirilgan. Bakalavriat bosqichi uchun 78 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha jami 5.500 ta kvota ajratilgan. Xususan, kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 3.550 ta, kechki ta'lim shakli bo'yicha 400 ta, masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 1550 ta kvota. Magistratura bosqichi uchun 51 ta mutaxassislikka 431 ta kvota ajratilgan bo'lib, shundan kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha 362 ta, kechki ta'lim shakli bo'yicha 39 ta va masofaviy ta'lim shakli bo'yicha 30 ta kvota ajratilgan. Bu qabul rejasi universitetning ta'lim salohiyatini yanada kengaytirish va hududimizda malakali kadrlar tayyorlashni kuchaytirishga xizmat qiladi. Joriy o'quv yilida universitetimizda zamonaviy mehnat bozori talablaridan kelib chiqib, 2 ta yangi ta'lim yo'nalishini ochish rejalashtirilgan. Bular infokommunikatsiya injineringi va qayta tiklanuvchan energiya manbalari. Ushbu 2 ta ta'lim yo'nalishining har biriga 25 ta kvota ajratilgan hisoblanadi. Bu yo'nalishlar kelajakning eng talabgir va strategik sohalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda universitetimizning 6 ta'lim yo'nalishi va mutaxassisligi Germaniyaning nufuzli xalqaro akkreditatsiya tashkiloti tomonidan muvaffaqiyatli akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu universitetimizda ta'lim sifati xalqaro standartlarga mos ravishda tashkil etilayotganligining muhim ko'rsatkichidir. Xalqaro akkreditatsiyadan quyidagi 3 ta bakalavriat va 3 ta magistratura mutaxassisliklari o'tkazilgan. Bular bakalavriatning matematika, amaliy matematika hamda fizika yo'nalishi. Magistratura mutaxassisligi bo'yicha esa matematika, fizika va matematik injinering mutaxassisliklari. Ushbu xalqaro akkreditatsiya natijalari bitiruvchilarimizning xalqaro mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini yanada oshiradi. 2026-2027 o'quv yili qabul jarayonlari doirasida universitetimizning qator yo'nalishlari bo'yicha ijodiy imtihonlar tashkil etiladi. Jumladan, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi, amaliy san'at va arxitektura, vokal san'ati, cholg'u ijrochiligi va sport faoliyati bo'yicha 12 ta yo'nalishda ijodiy imtihonlar tashkil etishi ko'zda tutilgan. Mazkur imtihonlarni yuqori saviyada tashkil etish uchun barcha tashkiliy, texnik va metodik tayyorgarlik ishlari yakuniga yetkazilgan. Universitetimizda ayrim toifadagi abituriyentlar uchun ham alohida tartibdagi qabul jarayonlari tashkil etiladi. Xususan, ko'zi ojiz abituriyentlar uchun hujjatlarni qabul qilish va kirish imtihonlarini tashkil etish, chet tili sifatida ingliz, nemis va fransuz tillaridan boshqa tillarda tahsil olgan abituriyentlar uchun jarayonlarni tashkil etish, texnikum bitiruvchilarini suhbat asosida bakalavriatga qabul qilish, ikkinchi va undan keyingi oliy ta'lim uchun suhbat asosida qabul qilish, kamida 5 yil ish stajiga ega fuqarolarni tabaqalashtirilgan to'lov shartnoma asosida suhbat natijalariga ko'ra qabul qilish, xorijiy fuqarolarni universitetga o'qishga qabul qilish, qo'shma ta'lim dasturlari bo'yicha qabul jarayonlarini tashkil etish belgilangan. Mazkur yo'nalishlar bo'yicha ham barcha tashkiliy ishlar to'liq yo'lga qo'yilgan. Abituriyentlar hamda ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida universitetda qabul komissiyasi huzurida qabul markazlari va maslahat markazlari faoliyat yuritmoqda. Mazkur markazlar orqali qabul jarayonlariga oid savollarga tezkor va aniq javoblar berib borilmoqda. Ushbu qabul markazi va maslahat markazlari haqidagi ma'lumotlar va telefon raqamlari universitetning rasmiy veb sahifalari va ijtimoiy tarmoqlarida muntazam yoritib kelinmoqda. Hurmatli abituriyentlar va ota-onalar, universitetimizda qabul jarayonlarini shaffof, adolatli va ochiq tashkil etish bo'yicha zarur barcha choralar ko'rilgan. Shu o'rinda barcha abituriyentlar va ularning ota-onalari diqqatiga. Qabul jarayonlaridagi turli firibgarlik va aldov holatlariga uchrab qolmasliklaringiz uchun hushyorlikka chorlaymiz. Qadrli abituriyentlar, sizlarni o'z qiziqish va intilishingizga mos yo'nalishlarni tanlab, kelajagingiz uchun mustahkam poydevor yaratishga chorlaymiz. Barcha abituriyentlarga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.